Qaysi kuni 111 kilo kivezdan deb chiqarib qo'ysam, bekchiq inkas yezitibsizlar. 1 kiloni xato deb qo'yganimcha 31 kiloga 35 kiloni 34 kilo deb hisoblab kallamda. Qilsam 5 kiloni xato hisoblabsiz debsizlar. Adam yerib qolgan vaqtda unisi kechbek bo'lib ketdi. Ishtik janglab nim qilmasak kivez yerib qolchiq bo'lgan ekan. O birinchi gap ketdi. Shu 113 kilo teribdim. Andan ekan o'zingizga janglatdingizmi, haqnikinim janglatib oldingiz deb ayrim xonada inkas degan bekchiq. Vallahi qalanglar 10 yilning oldida to'liqsiz ikkinchi vaqtimda bizning mahallamizdagi bir qiz bola 220 kilo kivez yerida bir qiz bo'lyapti. Ash qiz bolalar men bir beslish baqay deb nima paka kivez o'zbek teralayimcha. Shuna ash kun bir beslish baqay deb 121 kilo kivez yer baqay yadim va to'liqsiz ikkinchi vaqtimda. Uningdan hozir 13 yil o'tibdi, hamda 15 yil bo'libdi. Endi onun yazıma kivez yer baqmabdim. Tagan kepsam shu 60 kilo 70 kilo degandek. Hozir mo tirasam, beslesam 150 kilo tiralayotgan lekin davomli tirib baqmagan ekan. Kunlik kipes yerib bilan 2-3 ay tirib baqmagan ekan, beden uningga yer bermayotgancha. Mesela ülüşküne 113 kilo kipesni dedim 3000 qilib oldim. Atlam tuniga bir kun öydəki qız deb ambişələrim bir nəsil çıxıb 5 saat ağrıb qaldım. Qız deb zukanda bütün qulaq-pulaqlarımda qas çıxdı zadı. Anandaki motonun qalpağını kiyib kam Allah karamet. Abirsina deb uçuruz qapdı. Motonu minib turib kivezladingizmi deb. Bek kulib gitdim ha şu uçurni ko'rib. Motonun qalpağını kiyilishini sebep motodan jig'ni aptım. Şondan jig'ni menib juqlarni qalpaqni beshim kiyib aptım. Kivelib anandaki kivezim jig'lar arıptım. Jig'nin kalisi hozir ilg'arlashib ketdi. Shu manaraq bir pomzek kalisini iyada qap ma tegilmayani qap jig'ni qildi ekancha. Buruqdagi çok jig'lamaydi ekanmiz. Voyjon, taxnet jig'limanda 200 kilo termepsiz deb nim qipsizlar. Şu hammadan o'ziningki mush beden qurilmasiga asharaq tiralaydi ekanmiz hamda. Menma ilqanda Van Hong 200 kilodan aşadigan adamlardan bil tagan bo'lsam, tira o'g'iydim 150 kilo kunda, lekin tirgilmaydi ekan, menda tirib ko'nmagandiki, og'rib qoldi ekanman shu. Rahmat bekchiq, g'ayrat qiling, yaxshi qilibsiz deb inkasini beribsizlar. Anan degan aliqda bir ishkamda deb uchiriz qilibsiz. Siz zot kivez yerib do'yig'in chiqamsiz yoki materialni kipin chiqaramsiz deb. Materialni kipin chiqarishimdagi sabab asli shuni ilib olmoqchi. Ma pintiyaning kulida tavsiya qilish bir nimsbek asti ekan, bekchi quchilib kelib men shuningga turmush vlogimdan chiqarib qo'yma. O materialni men sotmayman, faqat sizlarni foydalanib qolsa, işte balaringlar ep biringlar dedim juma.